Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan keyingi o'tadigan zamonimiz va oxirgi zamonlardan bittasi past perfect continuous, ya'ni o'tgan, tugallangan davomli zamon haqida gaplashamiz. Albatta, siz o'tgan safar sizlar bilan present perfect continuous haqida gaplashgandik, ya'ni hozirgi tugallangan davomli zamon. O'tgan zamonda boshlanib to hozirgacha davom etib kelgan harakatlar uchun shartlarda past perfect continuous bo'lsa, o'tgan zamonda birinchi qoidasi ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'layotgan harakatlar uchun ishlatiladi va ikkinchi qoidasi past simple'dan ham oldin sodir bo'layotgan shakllar uchun ishlatiladi. Hozir sizlar bilan bittalab grammatikasini ko'rib chiqamiz. Qarang, bu ko'rib chiqishdan oldin o'tgan zamonda ma'lum bir vaqt orada sodir bo'layotgan harakat. Buni ham tarjimasi qarang, ayotgan deyapti. Buni ham tarjimasi ayotgan edi degan tarjimani beradi. Ayotgan edi. Men kecha 2 soatdan beri ishlayotgan edim. 2 soat davomida ishlayotgan edim. Yoki men 5 yildan beri ingliz tilini o'rganayotgan edim. Yoki yo'q, kecha misol uchun 5 soatdan beri kitob o'qiyotgan edim. Kecha 5 soatdan beri kitob o'qiyotgan. Aniq vaqti oralig'ida 5 soat ichida sodir bo'lyapti. Yoki men kecha ertalab to obedgacha misol uchun uyga vazifalarimni qilayotgan edim. Ya'ni ma'lum bir vaqt oldi ertalabdan to obedgacha bo'layotgan harakatlar uchun ishlatiladi. Ikkinchi qoidasi past simple'dan ham oldin sodir bo'lgan harakat nima desiz bu? Sizda bo'lsa past perfect haqida mavzu o'tindi. Past perfect, past simple'dan ham oldin sodir bo'lgan harakat. Misol uchun men darsga kelsam, ustoz allaqachon darsni boshlagan ekan. Men past simple'da darsga kelyapman. Mendan kelishimdan oldin ustoz darsni boshlayapti. Yoki past perfect continuous qarang. Men darsga kelsam, ustoz 2 soatdan beri dars o'tayotgan ekan. Men birinchi kelyapmanmi yoki ustoz dars o'tayaptimi? Bu yerda 2 soatdan beri ustoz dars o'tyapti. Demak, men past simple'da kelyapman, lekin mendan ham oldin ustoz 2 soatdan beri dars o'tyapti. Yoki uyga borsam, onam 3 soatdan beri misol uylarni yig'ishtirayotgan ekan. Borishimdan oldin sodir bo'ladi. Past simple'da boryapman, lekin onam mendan oldin 3 soatdan beri uylarni yig'ishtiryapti. Yoki men jo'ralarimnikiga borsam, ular 5 soatdan beri PlayStation o'ynayotgan ekan. Borishimdan oldin 5 soatdan beri o'ynayotgan ekan. Darsga kelsam, ustoz 2 soatdan beri mavzu tushuntirayotgan ekan. Sal bo'lsa ham tushundilarsiz. Hozir birga gapni buni ko'pchilik shaklda past continuous ham tarjimasi ayotgan edi, past perfect continuous ham tarjimasi ayotgan edi. Hozir bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Birinchi grammatik shaklini bitta ko'rib olaylik, boshladik. Bismillah. Demak, affirmative darak shakli egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri past perfectly had, o'rtaga bitta been va fe'l ing. Bu present perfect continuousga deyarli o'xshash. Agar mana bu had o'rniga have qo'yadigan bo'lsam, present perfect continuous hisoblanadi. Misol uchun yozaman. I had been sleeping. Men uxlayotgan edim. Misol uchun for 2 hours. Men 2 soatdan beri uxlayotgan edim. O'tgan zamonda ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'lyapti. 2 soatdan beri uxlayotgan edim. 2 soat davomida uxlayotgan edim. Yoki he had been reading. U o'qiyotgan edi. Misol uchun for 5 hours. U 5 soatdan beri o'qiyotgan edi. Yoki they had been playing. Ular o'ynayotgan edi. Nima deymiz? For misol uchun 1 hour. 1 soatdan beri o'ynayotgan edi. O'tgan zamonda mana vaqtda sodir bo'layapti. Yoki hammasi bir xil qarang. Had been va qaysi ish harakat qilayotganingizga qarab xohlagan asosiy fe'lingizni qo'yasiz. Nima ish harakat qilayotgan bo'lsangiz, o'sha fe'lingizni had beendan keyin qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hammasiga fe'l ing. Mana ega keldi, hammasi I, he, they, had keldi, been keldi va fe'l keladi, fe'lga ing keladi. Ketmagan grammatik jihatdan ketyapti. Inkor shakliga keladigan bo'lsak, bittagina subject, yana bir xil grammatika. Hadga bittagina not inkor qilamiz. Qo'shiladi, yana o'sha been va yana o'sha fe'lga ing qo'yish orqali yasaladi. Misol uchun men kecha 3 soatdan beri dars qilmayotgan, ular dars qilmayotgan deymiz mana. They had not been studying. Ular o'qimayotgan edi kecha. Misol uchun for 1 day. Bir kundan beri ular o'qimayotgandi. Nasıl qilmay qoldi? Yoki she had not been. U nima qilmayotgan? She had not been listening. Tinglamayotgan edi yoki musiqa tinglamayotgan edi. Misol uchun for 3 hours. 3 soatdan beri musiqa tinglamayotgan edi. Yoki demak, they had not been working. Ular ishlamayotgan edi. Misol uchun ular ishlamayotgan edi. Misol uchun for 5 hours. Ular 5 soatdan beri kecha ishlamayotgan edi. Ma'lum vaqt oralig'ida sodir bo'layotgan harakatlar uchun ishlatiladi. Keyingisi so'roq o'tamiz endi. So'roq shakli doimo had egdonligiga chiqish orqali yasaladi. Had plus subject plus been o'xshamay qoldi. Been plus yana fe'lga ing. Mana shu struktura. Bir xil. Darak shaklidan keyin had, inkor shakli haddan keyin not, so'roq shakli had doimo birinchiga chiqish orqali yasaladi. Sen nima qilayotganding deymiz, qarang. What had you been doing
for 1 hour. Ko'pchilik aytadi-ku, 1 soatdan beri nima qilib turuvding deymiz-ku. What had you been doing for 1 hour? Kecha 1 soatdan beri nima qilib turuvding? Kecha 5 soatdan beri nima qilib turuvding degan ma'noda. Yoki had she been sleeping? U uxlayotgan edimi kecha, misol uchun for 3 hours. 3 soatdan beri uxlay turuvmidi degan ma'noda, like this. Yoki yana bitta gap yozsak, shu bilan tugatsak ham bo'ladi ekan. Xo'p, nima deymiz? Had it been playing deymiz. U o'ynayotganmi deymiz. Playing for 1 hour. U 1 soatdan beri o'ynayotganmidi degan ma'noda ishlatilyapti. Bu darak so'roq inkor. Past perfect continuous o'tgan zamonda ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'lgan shakllar uchun ishlatiladi. Buni yaxshilab rasmga olib, to'liq daftarga ko'chirib oling. Endi teparoqqa ko'taraman buni. Zo'r. Endi qarangizlar, sizlarga bitta farqni, birinchi qoida bo'yicha farq etaman. Sizlarga past continuouslik mavzu o'tdim. Past continuous. O'tgan zamonda ma'lum vaqt oldin sodir bo'lgan shakllar uchun ishlatiladi. Va tarjimasi qarang. Darak shakli subjectdan keyin was ishlatilardi yoki were ishlatilardi degan to'g'ridan-to'g'ri fe'l kelardi. Buni ham tarjimasi ayotgan edi degan tarjimani beradi. Past perfect continuous ham xuddi shunday edi. Past qisqartirib yozsak, perfect continuous ham hozir o'tdik. Darak shakli subject plus had plus been va plus fe'lga ing qo'shyapman. Ikkalasini ham tarjimasi bir xil ayotgan edi degan tarjimani beradi. Ayotgan edi. Misol uchun I was sleeping. Men uxlayotgan edim. I had been sleeping. Buni ham tarjimasi men uxlayotgan edim. Ikkalasi ham tarjimasi bir xil. Qachon ishlatiladi? I was sleeping, I had been sleeping. Bir-biridan farqi nima? Endi bir-biridan farqi aniq vaqt bilan kelishida. Misol uchun I was sleeping yesterday misol uchun at 2 o'clock. Men kecha soat 2 da uxlayotgan edim. Soat 2 da uxlayotganim. To'g'ri, vaqt bor. Endi qarang. I had been sleeping for 2 hours yesterday. Men kecha 2 soatdan beri uxlayotgan edim. Mana bu past perfect continuous qancha vaqt davom etganini ko'rsatadi. Men 2 soatdan beri uxlayotgan edim. Men 5 soatdan beri dars qilayotgan edim. Biz 3 soatdan beri o'yin o'ynayotgan edik. Mana bu past perfect continuous qancha vaqt davom etganini ko'rsatadi. Mana bu qarang. I was sleeping yesterday. Kecha 2 da uxlayotgan edim. Xo'p, 2 da uxlayapman, lekin qancha uxlaganman men? 2 gacha qancha uxlaganman? 2 dan keyin to 5 soat uxlaganman, 10 soat uxlaganman, uxlamagandirman balki. Bilib bo'lmaydi. Lekin past perfect continuousda qancha uxladim? 5 soat uxladim, 2 soatdan beri uxlayotgan edim, 3 soatdan beri o'ynayotgan edim, yozayotgan edim, chizayotgan edim, lab balabatlar qilayotgan edim. Like this. Tushundik, farqini bir-biridan tushundik degan umiddaman. Endi past simple dan ham oldin sodir bo'layotgan harakat nima degani? Bitta gap yozaman. When I came to school, when degan da paytda. Men maktabga kelgan paytimda, demak, my teacher, mening ustozim had been teaching, o'qitayotgandi for 3 hours. Ustoz 3 soatdan beri dars o'tayotgan edi degani. Men maktabga birinchi kelyapmanmi yoki ustoz 3 soatdan beri dars o'tayaptimi? Demak, men kelishimdan oldin mana bu ish harakat sodir bo'ladi. Men darsga kelsam, ustoz 3 soatdan beri dars o'tayapti ekan. Ko'rdingmi? Men darsga kelishimdan oldin sodir bo'layapti ish harakat. Agar sodir bo'lgan bo'lsa, tugagan bo'lsa, past perfect bo'ladi. Agar sodir bo'layotgan, davom etgan bo'lsa, past perfect continuous bo'ladi. Bu narsani esdan chiqarmaysiz. Tushunarli? Demak, mana bu sizlarga eslaringizda bo'lsa, yozgan forimiz, yozgan since'imiz, yozgan mana bu how long'larimiz, yozgan already, just, never, ever, perfect continuous kalit so'zlari present perfect ga o'zirmaysizlar bo'lsa. Mana bu past perfect continuous ga ham, future perfect continuous ga ham, past perfect ga ham, present perfect ga ham, future perfect jami perfect va perfect continuouslarga just, since, yet, so far, already, never, ever hamma kalit so'zlar 100% ishlatiladi. O'tgan zamonda sodir bo'layotgan bo'lsa, o'tgan zaman davomli zamonni qo'yasiz. Kelasi zaman sodir bo'layotgan bo'lsa, future perfect continuous. Hozir sodir bo'layotgan bo'lsa, present perfect continuous shakllarini qo'yishingizga to'g'ri keladi. O'zingiz uchun to'liq konspekt qilib olasiz va esdan chiqmasin, eng kamida 30-40 tagacha gap tuzing, esdan chiqmaydigan footprint bo'lib qoladi albatta. Rahmat.